Ajoyib ishlar bor. Mini pogrushka va MTZ traktorga. Sezon boshlandi do'stlar. Videoni oxirigacha ko'ring va batafsil ma'lumotlarga ega bo'ling. Assalomu alaykum, sizlar bilan har doim muloqot qilib do'stlar, mini pogrushka ish bor. Soatiga 500 rubldan pul beradi ish. Moskvada yotoq joy beradi. Обязательно hamma hujjatlar joyida bo'lishi kerak. Nomerlarni описаниеda qoldiraman hamma ishni. Va ikkinchisi MTZ traktorga ish bor. Bu oyiga 100 ming rubl yotoq joy beradi. Hamma hujjatlar joyida bo'lishi kerak. Ish juda ham kam ekan, bitta stoyankani tozalash kerak ekan. O'zlarini obyekti arenda emas, bir joyda ishlaysizlar. Uchinchisi, bu ham MTZ soatiga 500 rubldan pul beradi. Prava unga shart emas. Bemalol hoziroq telefon qilsangizlar, lekin prava обязательно oylikda olishingiz kerak bo'ladi. Пока что без прав oladi, chunki so'rashda kerak bo'lyapti. O'zi o'rtoqlar ko'ryapsizlar, sezon boshlandi. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun hoziroq omoda bo'lib qo'ying. Bunaqa ishlardan bizlardan ko'p chiqib turadi. Videoni ishlanishlaringizni tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. Hamma nomerlar описаниеda qoldiraman. Описание qanday topaman desangizlar, ish bor so'zini ustiga bitta bosadigan bo'lsangiz, pastda ko'rinadi. Обязательно like bosish esdan chiqmasin do'stlar, sog' bo'linglar.